Hammaga salom do'stlar. Dunyoda har daqiqada yangi chaqaloq tug'iladi va yana har soniyada sayyoramizda yangi hayvon paydo bo'ladi. Lekin ba'zi hayvonlar ishonib bo'lmas darajada noyob bo'lib tug'ilishadi. Bugungi videomizda esa biz 1000 yilda bir tug'iladigan ikki oyoqli itdan boshlab bir ko'zli echkigacha bo'lgan 7 ta noyob hayvonlarni ko'rsatib o'tmoqchimiz. Qani unda qulayroq joylashib oling. Biz esa boshladik. Eslatma do'stlar, video orasida ajoyib mantiqiy savol mavjud. O'tgan videodagi mantiqiy savolning javobini to'g'ri topganlar. Ikki oyoqli it. Bu itning esa laqabi Faith. Inglizchadan tarjima qilganda ishonch, iymon degan ma'noni anglatadi. Aynan shu it sababli ko'plab nogironlarning hayotga va o'z kuchiga ishonchi paydo bo'lgan. Faith tug'ma kamchilik bilan tug'ilgan. Uning old oyoqlari to'la rivojlanmay qolgan va bir muncha vaqt o'tgandan so'ng uning rivojlanmay qolgan oyoqlarini olib tashlashga majbur bo'lishgan. Itning egasi Judy juda rahmdil inson ekan. Hatto o'z ishini tashlab itga ikki oyoqda yurishni o'rgatishni maqsad qildi. Hamda bu maqsadiga erishdi ham. Hozirda Faith ko'chada bemalol harakat qilib yuradi. Uning yurganini ko'rgan odamlar hayratdan yoqa ushlashga majbur bo'lishadi. Axir har doim ham bunaqa voqeani kuzata olmaysiz. Faith o'zining egasi bilan deyarli yarim davlatning barcha maktablar va nogironlar uchun reabilitatsiya markazlariga borib ulgurgan. U yerda kamchiligi bir odamlarga o'zlariga ishonch va hayotda yashash uchun umid berib kelmoqda. Ikki boshli ilon. Ikki boshli ilonlar tabiatda kamdan kam uchraydi. Ammo aynan ilonlar barcha boshqa hayvonlarga nisbatan ushbu mutatsiyaga moyilligi mavjud. Insoniyat tarixida ikki boshli ilonlarning topilmalari afsonalarning paydo bo'lishiga katta iz qoldirgan. Umuman olganda ikki boshli ilonlar ko'p yashamaydi. Yo'q, bu siz o'ylaganday ikki boshli tug'ilganligi sababli emas. Balki ular bir-birlari bilan qaysi tomonga yurishni kelisha olmaganidadir. Bu ikki jonzot bir-biriga nisbatan tajovuzkor bo'lib, hatto bir-biriga hujum qilishlari ham mumkin. Shu orqali bir bosh ikkinchi bosh ustidan yakka hukmronlikni o'rnatadi. Shundan so'ng ularda yovvoyi tabiatda oz bo'lsa ham yashab qolish imkoniyati paydo bo'ladi. Lekin baribir bu mutant ilonlarga qiyin bo'ladi. Eng yaxshi yo'li yirtqich hayvonlardan yiroq, zooparklar va laboratoriyalarda yashagani ma'qulroq. Masalan, St. Louisdagi zooparkdagi ikki boshli ilonlar 8 yil yashab ikki boshli ilonlar orasida rekord o'rnatishdi.